Aholini ro'yxatga olish mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivoji uchun muhim jarayon. U orqali aholining soni, tarkibi va turmush sharoiti haqida aniq ma'lumotlar shakllantiriladi. Shu bois aholini va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish jarayoni nafaqat davlat, balki har bir fuqaro uchun muhim hisoblanadi. Ayni kunlarda ro'yxatga olishning onlayn usullari boshlangan bo'lib, har bir fuqaroda bu jarayonda faol ishtirok etish imkoniyati bor. Shu mavzu bo'yicha o'tkazilgan matbuot anjumandan tayyorlangan lavha bilan dasturimizni davom ettiramiz. Asfaltlanmagan ko'chalar qolmaydi, elektr ta'minoti uzluksiz bo'ladi. Fuqarolar ichimlik suvi yetishmovchiligidan aziyat chekmaydi. Har bir hududning ijtimoiy infratuzilmalari yaxshilanadi. Agarki yurtdoshlarimiz aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish jarayonlarida xolis va faol ishtirok etsalar, mustaqillik yillarida ilk bor o'tkazilayotgan aholini ro'yxatga olish ishlari orqali yurtimizda yashovchilarning demografik holati, sharoitlari, ta'lim darajasi, mehnat faoliyati hamda ehtiyojlari ishonchli va yagona ma'lumotlar bazasida jamlanadi. Buning natijasida kelgusida bajarilishi zarur bo'lgan harakatlar strategiyasi belgilanadi. Ro'yxatdan o'tish ishlariga aholi sonidan kelib chiqqan holatda, ya'niki qishloq joylarida bir kishi uchun 700 kishi uchun bir kishi ro'yxatdan o'tuvchi etib belgilangan. Shahar joylaridagi mahallalarda har 900 nafar aholiga bitta ro'yxatdan o'tkazish xodimi ajratish nazarda tutilgan. Umumiy hisobda 4000 dan ortiq bugungi kunda rejalashtirilmoqda. Ro'yxatdan o'tkazish ishlariga jalb etilgan xodim. Namangan viloyatining hozirgi ko'zlanayotgan asosiy maqsadi 60-70% aholini internet tarmog'idan 15-yanvardan 31-yanvargacha targ'ib qilgan holatda ro'yxatdan o'tkazishlar amalga oshirish rejalashtirilmoqda. Ro'yxatga olish jarayonlari 2 bosqichda tashkil etilmoqda. Birinchi bosqich 15-31 yanvar kunlari bo'lib o'tadi. 17 kun davomida fuqarolar One ID yoki jismoniy shaxslarning shaxsiy identifikatsiya raqamlari bilan shaxsini tasdiqlab, Census.uz portali orqali onlayn ro'yxatdan o'tish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Ikkinchi bosqichda esa mahalliy yettiligi hamda maxsus tayyorgarlikdan o'tgan ro'yxatga oluvchilar tomonidan 4-28 fevral kunlari uyma-uy yurilib, ma'lumotlar to'planadi va aniqlashtiriladi. Har bir ishtirokchi aholiga oid 54 ta, qishloq xo'jaligiga doir 17 ta, jami 71 ta savollarga to'g'ri va aniq javob berishi kerak bo'ladi. Vazirlar Mahkamasining tegishli qarori bilan hududlarda shu dekabr oyida biz mahalliy yettiligi xodimlar tomonidan mahallalarni har bir xonadonlarning geolokatsiya nuqtalarini aniqlab olish ishlarini amalga oshirdik. Bundan ko'zlangan maqsad ma'lumotlarning aniqligi, shaffofligi va mahalliy yettiligi xodimlar tomonidan to'g'ri, ya'niki xonadonga borib aholidan so'rovnoma o'tkazishlari uchun majburiyatini yuklangan. Bu tadbirga biz kamida 3 yildan beri tayyorgarlik ko'rib ishlarni amalga oshirib kelmoqdamiz. Bu tadbir katta bo'lgani uchun, ya'niki BMTga a'zo davlatlar, chet el ekspertlari ham bizning tayyorgarlik bosqichimizni, har bir bosqichimizni nazoratga olib kuzatib turishibdi. O'zimizni, mamlakatimizni rivojlantirishdagi dasturlar uchun biz o'zimiz aholimiz nimadan daromad qilyapti, qishloq xo'jaligida tomorqalarda nimalar yetishtirilyapti, nimalar o'zgarish bo'lyapti, shuni ko'rish uchun. Mamlakatimizda aholini umummilliy ro'yxatga olish ishlari so'nggi marta 1989-yilda o'tkazilgan bo'lib, oradan 35 yildan ortiq vaqt o'tdi. Shu sababli zamonaviy talablar va xalqaro standartlar asosida yangi ro'yxat shakllantirish zarurati paydo bo'ldi. Ayni jarayonlarni xolis va haqqoniy yoritish, aholining xabardorligini oshirish, jamoatchilik ishtirokini ta'minlashda ommaviy axborot vositalari, jamiyat faollarining o'rni hamda hissasi katta. Shu bois viloyat statistika boshqarmasi binosida soha xodimlari, jurnalist va blogerlar ishtirokida uchrashuv tashkil etildi. Tadbirda o'rtaga tashlangan savollarga mutaxassislar tomonidan batafsil javob berildi. Xulosaga keldimki, bu ro'yxatdan to'liq o'tilsa, ko'p tomondan aholiga foydasi bo'lar ekan. Misol uchun, mana bolnitsalarni yetishmovchiligi, bog'cha, maktab, shularni qaysi mahalla ichimlik suv bilan ta'minlangan, ta'minlanmagan, ijtimoiy masalalar juda ko'pi shu os bilan yechilib ketar ekanda. Shunisi ro'yxatdan o'tkazishda ko'zlangan maqsad faqat shu aholini ijtimoiy sohalarda yashash sharoitini, mana farzandlarimizni kelajagiga faqat foyda tomonidan qilinayotgan nimaligini biz endi tushunib yetdik-da. Endi shu o'zimiz tushunib yetgan narsani endi biz aholiga yetkazishga harakat qilamiz. Haligi shunchaki emas, ichimizdan o'sha harakat qilib ko'proq yetkazamiz-da endi. Ushbu jarayonlar xalqimizning muammo va kamchiliklarini manzilli o'rganish va hal etish, kelajakdagi ijtimoiy-iqtisodiy siyosatni samarali rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Shu kunlarda aholini onlayn ro'yxatga olish ishlari amalga oshirilmoqda.
o'z kelajagi, millat va mamlakat ertasiga befarq bo'lmagan barcha yurtdoshlarimizni ro'yxatga olish ishlarida faol ishtirok etishga chorlab qolamiz.